Biz bu qadam darslikda rasm qavatları, uning aloyiliklari va uning aloqador ba'zi mashg'ulotlar bilan tanishib o'taylik. Men buni tushuntirish uchun oldi bilan piyat teatridagi bir hujjatni buni Photoshop kirgizay. Kirgizgan ekranda bir rasm ko'rildi. Bunun qarasak, bunun kontrol taxtasiningki o'ng taraf ostida hozir 4 qavatning borligini his qildi. Bu nima degancha har bir qavat bir mazmunga vakillik qildi. Eng ustidagi qavat bizga eng ustida ko'rinadigan qavatning ekanligini, eng ostidagi bo'lsa biz qavatning eng ostida ekanligini ko'rgildi. Demak, ustidagi mazmun ostidagi mazmunni to'sib ola oladi. Ostidagi mazmun ustidagi mazmunning ostida turadi. Men bularning o'rnini shu xalqancha yo'tkash orqali o'rin tartibini yo'tkalayman, ko'rinish tartibim o'zgaradi. Masalan, buningdan men xalqan bir mazmun tanlab olgandan keyin uning sol tarafidagi ko'zni chekish orqali bu mazmunni vaqtincha o'chirib yetalayman yo yo'qotib tura olayman. Agar bu mazmunni o'chirib tursam, bizga ko'rindigani faqat ko'z ochiq ikkala mazmun, ikkala qavat ko'rindi. Ben bunu o'chirib ekranda faqat birinchi mazmunning ko'zi ochiq holat turdi. Endi bu faqat biz ko'ringan. Buni o'chirayotgan chog'da tagliksiz holat keldi. Ben endi yolg'iz shu bir rasm ko'rmoqchi bo'lsam, shuni cheksam bo'ldi yoki tez ijro qilish belgisi orqali ma'lum qolgan hamma hujjatlarni, qolgan hamma qavatlarni o'chirayotgan holatda faqat bir hujjatni ko'rmoqchi bo'lsam, men ko'zni chekishdan burun konektorlikdagi alt belgisini, alt knopkasini bosib turib, mana shu ko'zni bossam, qolgan uchisi o'chgan holatda faqat mana shu yolg'iz ko'rindi. Hozir men qaytadan alt knopkasini bosib turib, ustidagi ikkinchi qavatdagi mazmunni chekkan chog'da faqat qolgan mazmunlar hammasi ko'zi itik, ya'ni 3 qavatda faqat mush qavat ko'ringan holga keldi. Endi biz mush ma'lum bir qavatni tanlab turib, lekin tanlash yo'tkash qurolidan foydalanamiz. Yo'tkash quroli qurol sandig'ining birinchi ko'rilgan belgi shu. Biz buni cheksak bo'ldi yoki buning asli ko'ringan bo'yicha tez ijro qilish belgisi V konektor V'ni bosish orqali shu nuqtaga yetadi. Masalan, bu holat tanlangan chog'da konektor taxtasidan V knopkasini bosgan chog'da avtomatik holda bu yo'tkash qurol o'tadi. Yo'tkash qurol o'tgandan keyin men hozir uning asosiy gavda qavati shu ustun sanaganda 3-chi qavatini tanlab turib, men buni asta bu yoqqa yo'tkazsam bo'laverdi. Qolgan qavatlar ta'sir qilmagan asosda bu qavat ixtiyoriy yo'tkaldi. Men buni qayta asli olib ekanmoqchi bo'lsam, konektor taxtasidagi Ctrl Z harfini bossam, bir qadam keyniga, ya'ni oldiga chekinadi. Shuning buni mas'uliyat qiladi. Ya bo'lmay qolsa, hozir men buni ustiga qo'ydim. Buni bayqal akilish uchun bir qadam oldiga menish uchun takrorlash knopkasidan buningki keyingi bir qadam degani bossak bo'ldi yoki oldiga bir qadam degani bosish orqali yoki qayta takrorlash orqali o'sha ikkilalaymiz va yoki bizningki shu kontrol taxtamizda ustida ko'ringan tarix xotirlagich orqali bu qavatlar harakatlarning mashg'ulotlarini oldi keyiniga takrorlaymiz. Masalan, bolat ekansan bo'ldi yoki bolat tursa bo'ldi yoki dastlab ichilgan holatda tursin desak, eng beshidagi hujjatni cheksak bo'ladi. Bu eng beshidagi hujjat ichilgan ekandik. Agar sizda tarix xotirlagich bu ko'rinmagan bo'lsa, masalan, buni o'chirayotgandan keyin agar men bu holat akamoqchi bo'lsa qanday qilaman degan chog'da shu tanlash stoni tizimlik stonidan ko'zakning ichidan tarix xotirlagich deganni qo'yib buni qaytadan shu akirsaklar bo'ladi. Bu mashg'ulotning bir xil usuli. Endi biz yana rasm qavatiga qaytib o'taylik. Rasm qavatining eng ostida bir qulupning belgisi turdi. Agar men masalan bu boyiqqa asosiy gavdasini qilib, yana ustidagi qulup belgisini bosib o'tgan chog'da bu qavat qulupni ketadi. Qulupni ketadigan ma'nosi men bu qavatga endi mashg'ulot ilib bora olmayman. Bu holatda qanchaqda yo'tkash buyrug'i amalga oshmaydi. Bu faqat ma'lum narsalar mazmunlar muqim holat saqlagan chog'da yo'tkilib ketishning oldini olish uchun quluplab qilish rolini o'ynasak bo'ladi. Buni yetishning usuli buni qo'shib cheksak bo'ladi yoki birini cheksak bo'ladi yoki qulup belgisini ustiga ko'rsini qayta bosib olsak bo'ladi.
Endi men bu mazmunni qayta yo'tkayman desam, yani davomli yo'tkalayman. Bu yo'tkagan chog'da diqqat qiladigan bir qancha mazmunlarni so'zlab o'taylik. Birinchisi, men buni taloq holatda, yo'tkash qurol taloq holatda üstü, asti, o'ng, so'l istilki belgisi kurung taqsidagi mash belgilar orqali bularni mos holda ustiga yoki ostiga yo'tkalayman. Hozir men kun taqsidagi usti, asti belgilar orqali o'ngga yoki so'lga mos qadamda yo'tkash ilib bora oldim. Agar men buni qanday qilib gorizontal yoki vertikal holatda tekshi bir oraliqda yo'tkalayman degan chog'da buni kun taqsidagi shift belgisini besib turib, men ustiga yo'tkagan chog'da faqat vertikal holatda ustiga yo'tkaldi. O'ngga yoki so'lga yo'tkayanmadim. Agar buni dastlabda men shift belgisini besib turib, o'ngga yo'tkab oldim yoki so'lga yo'tkab olgan bo'lsam, ustiga ostiga yo'tkagil olmaydi. Buni gorizontal holatda birli yo'nalishda yo'tkalaymiz degan gap. Buni mashg'ulotning mazmunlari muhimchilik. Undan boshqa yana diqqat qilgan mazmunlar nima degan chog'da biz ba'zi vaqtlarda bir yoki ikki qavatlarni tang tanlab, tang mashg'ul ilib bora olamiz. Hozir men 3 qavat tang tanladim. Birinchi qavatni tanlab bo'lgandan keyin shift belgisini besib turib, ostidagi 3-qavatni tanlagan chog'da 3 qavat biroq tanlandi. Men endi yo'tkash quroli orqali bu qavatni yo'tkagan chog'da 3 qavat tangli bir vaqtda yo'tkilish maqsadiga yetkilib bo'ldi. Undan boshqa men otlab turib qilsam bo'ldi. Masalan, hozirgi birinchi qavat, undan boshqa 3-qavatni kontrol belgisini, kontrol ko'nikisini besib turish orqali 2 qavatni tanlasam, otlab tanlasam bo'laverdi. Otlab tanlagandan keyin men buni yana qilsam, tanlangan 2 qavatlar buning ta'siriga uchraydi. Tanlanmagan qavatlar bo'lsa, uning ta'siriga uchramaydi. Undan boshqa men bu 2 qavatni bir guruh qilib olsam bo'ldi. Bu guruh qilishning usuli qanday degan chog'da guruh qilmoqchi bo'lgan 2 mazmunni tanladim. Tanlab bo'lgandan keyin ostidagi grupplash ko'nikmasi aka bularni guruhlarsam bo'ladi. Shundan bilan birinchi guruh paydo bo'libdi. Bu birinchi guruhning ichida 3 burchak chekkandan keyin mazmunlar ko'rindi. Bu mazmun shu guruh ichidagi mazmunlar bo'ldi. Guruhga ta'sir qilgan unumning hammasi guruh ichidagi a'zolarga tang holda ta'sir ko'rsatadi. Men hozir guruh tanlangan holatda, ya'ni yo'tkash quroldan foydalanib, bularni o'rtaq yana yo'tkalayman. Undan boshqa men buni qaytlash uchun yana bayq usul orqali buni qaytlab keyin chekindirib qildim. Chekindirishdan boshqa men bularni qaytadan guruhlashning yana bir oddiy usulini so'zlab o'tsam, bu so'zlash uchun biz birinchi, ikkinchi qavatni qaytadan guruhlaylik. Guruhlash uchun bayq usuldan foydalanib guruhlasak ham bo'ladi yoki tez ijro qilish belgisi control bilan G harfi, ya'ni G inglizchadagi G harfini biroq bossak, bu ikkisi yana bir guruh bo'ldi. Mana shu orqali bularni guruhlay olamiz hamda bularni o'rtaq holda mashg'ulotni tang ilib bora olamiz. Agar biz buning ustiga yangidan bir bat qurmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? U chog'da biz uning ostidagi ma'lum bir aqllar sandig'ining yanidagi hujjatni chekkandan chog'da ustiga bir yangi qavat oldi. Men bu yangi qavatga qolgan bir xatni yozay. Bu xat intayin kichik bo'lganligi uchun aniq ko'rinmadi. Men buni ma'lum bitta yo'g'onasini yo'lantay. Yo'natgandan keyin bu xat ko'rildi. Men bu xat orqali yana bu hozir tekshirlik xat yozganlik uchun rasm qavitidan boshqa bu xat qavitiga aylandi. Agar men buni rasmga aylantirmoqchi bo'lsam, o'ng tarafini chekib turib, buni xatni rasmga ekibsak bo'ladi. Shundan keyin bu qavat rasm qavatiga aylandi. Men buni halgan yo'tkalayman. Endi men bu xatni bu ostidagi bu xatlar bilan birlashtirishni o'ylab qoldim. Qanday qilib bu 2 qavatni birlashtirayman? Birlashtirish uchun men bu 2 qavatni tanlab turib, undan keyin mousening o'ng tarafini chekib bu 2 rasmni birlashtirib o'taman. Deb birlashtirib olsak, bu ikkisi bir parcha rasmga, ya'ni bir qavatga aylandi. Shuni bilan men bir qavat orqali bu 2 xatni harakatlantirish imkoniyati yetalayman. Endi men buni qayta aslay. Men bu rasmni
bu xatni o'chirib o'tmoqchi, bu qavat o'chirib o'tmoqchi bo'lsam qanday qilaman degan chog'da buni boy diqqat qilgan bo'lishingiz mumkin. O'ng taraf ostida buningki axlat sanduq bor. Biz buni besib olsaklar, bu o'chirib o'tamiz deydi. O'chirib o'taman desangiz, o'chirib olsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa, mana shuni chekib bo'lgandan keyin knopka ostidagi delete knopkasini bossangiz, uni o'chirish maqsadiga yeta olasiz. Endi ba'zi vaqtlarda yana qildim shu qavatning ostiga yana bir qavat qurmoqchi bo'lsa qanday qilamiz degan chog'da uning ustiga bir qavat qurib olib, uni ostiga so'ra ekilib, undan keyin o'rin munosabini o'zgartirib, yana bir shakl chizsak yoki bir xat yozsak bo'laverdi. Undan boshqa bir oddiy usul nima degan chog'da, shu qavatning ostiga yana bir ostiga yana shu ikki qavatning orasiga birinchi qavatning ostiga bir qavat qurmoqchi bo'lsak, kontrol belgisini bosib turib, yangidan qavat qurish deganni cheksak, uning ostiga avtomatik bat quriladi.